chiqdilar yana mashinada. Bu o'zi noto'g'ri. Men iyo bo'lib yuraveramanmi dedim. Muttaham, iyomisan, bosh muharrirmisan? Nima ishing bor? Seni prezident yoniga olib yuribdi-ku. Suvolich. Ismat Qo'shiq muttaham. Men shunday o'zim bilan nafratlanib ketaman ba'zan. Nima kerak senga? Prezident bilan o'tirib rezidensiyada aroq ichayapsan, ovqat yeyapsan. Prezident seni quchoqlab, haligi hurmat qilyapti. Nima kerak senga iyo? Yoki bosh muharrir bo'lish. Yuraver iyo bo'lib. Prezidentning yonidasan. Mana shu aql menda agar o'sha paytda bo'lganda, men juda katta lavozimlarda uzoq muddat ishlab qolardim. Urilib ketmasdim. Davlatning rahbarining yonida yurish bu mina maydonida yurishday gap. Ana shuni esdan chiqarmaylar. Portlab ketadi hamma. Bitta Selimxon aka portlamay qoldi. Xayriddin Sultonov portlamay qoldi. Bularga qoyil qolish kerak. Ulardan